Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men O'tkir Po'latov. Bugun O'zbekistondagi eng katta o'qish muammolaridan birini gapirib bermoqchiman. Sababi bizni auditoriya universitetga kirib o'qiyotgan va o'qib bitirgan bolalar bo'lganligi uchun bu masalani sizlarga yetkazishim ham farz, ham qarz. Agar shu mavzu qiziq bo'lsa, mana shu video 1000 ta like yig'sa, kommentariyalarda kerakli savollar bo'lsa, bu temani yana ham chuqurroq, yana ham kengroq sizlarga olib chiqib tushuntirib berishga men tayyor. Yo, sizlar bilan O'tkir Po'latov. Kanalga obuna bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Biz sizga magistratura joylari taklif qilish imkoniyatiga egamiz. Faqat o'qish Rossiya territoriyasida bo'ladi. Faqat o'qish magistraturada o'qiyotgan bolalar, sizlarning nazarlaringni katta yaderniy universitetlar, chunki O'zbekistonda AES qurilyapti. Temir yo'l universitetlari. O'zbekistonda temir yo'l juda kuchayadi, juda katta tarmoqlar yo'lga qurilyapti. Строительный universitetlar, qurilish universitetlari, yo'l qurish, most qurish, har xil unikalniy zdaniyalar qurish, mana orqamdagi zdaniyalardan qurish. Mana bunaqangi qurilishlarda pul. O'zbekistonda bunaqangi qurilish ham qattiq ketyapti. Shuning uchun magistraturaga takliflarim bor. Grantga ham joylab beramiz agar ozgina ruschani bilsangiz. Hurmatli ukalar, ota-onalar, xabarlarim bor. O'zbekistonda 4 yil oldin davlat universitetlarini joy yetmaganligi tufayli juda ham ko'p OTMlar xususiylashib ketdi. Ya'niki частный universitetlar ochilib ko'payib ketishdi. OTM deganda oliy ta'lim muassasalari deganni nazarda tutyapman. Xususiy OTMlar bu juda ham ko'p yurtdoshlarimizga, juda ham ko'p ukalarimizga imkoniyat berdi. Vatandan ketmasdan o'zining davlatida o'qib, universitetlarni tugatib, diplom olish imkoniyatini yo'lga qo'yildi. Bu yaxshimi? Yaxshi. Endi hozir sizlarga shu narsani global tushuntirib berishga harakat qilaman, sababi bu videodan keyin sizni tushunchangiz o'zgaradi, dunyo qarashingiz o'zgaradi, qaror qabul qilishda kerakli narsalarga e'tibor berishga harakat qilasiz. Qarang, davlatda 1,5 millionta bola maktab tugatadi. Davlat universitetlari ichida faqat 150 mingtaga joy bor xolos. Bu taxminiy raqamlar, haqiqatga yaqin. To есть bitta joyga 10 ta odam, 10 dan biri kira oladi. Davlat nima qildi? 4 yil oldin to'ldirib частный universitetlar ochib tashladi. Хорошо, отлично. 1,5 milliontaga hammaga joy bormi? Bor. Marhamat, kirib o'qib ta'lim olinglar. No, u 4 yil qarabsizki o'tdi, tugadi. Endi ana shu 1,5 millionta xususiy universitetlarda ta'lim olgan yurtdoshlarimiz savodsiz yurtdoshlarimiz deb ayta olaman, chunki yangi ochgan universitet sizlarga kuchli ta'lim bermaydi. Bitta professor 5 ta universitetga ishga joylashib qo'ygan. U hammasining ichida yugurib yuradi. Darslar vaqtida bo'lmaydi, darslar chuqur bo'lmaydi. Har bitta xususiy ochilgan universitet texnicheskiy emas, hammasi gumanitarniy. Qarib 70% gumanitarniy universitet. Bu nima degani? Dizaynerlar, menejerlar, buxgalterlar, yuristlar, ijtimoiy tarmoqlarda ishlayotgan odamlar har xil gumanitar yo'nalishlarni to'ldirib tashadi. Juda ham ko'p ukalarimiz mana shu xususiy universitetlarda ta'lim olib, hozir diplom olib chiqishdi. Ota-onasining oxirgi pulini sarflab, o'sha diplomni olib, hozir katta umidlar qilib ishga kirishga harakat qiladi. Afsuski, o'shancha odamga ish yo'q. Sizlarda shuncha hammalaringda diplom borligi bilan sizlarni 1,5 millionta ish joyi kutib turgan yo'q. O'zbekiston iqtisodiyoti endi axborot olyapti. Endi kengayapti. Ito Toshkent va Toshkent oblasti va Samarqand regionlarda hali hayot avvalgidek turibdi. O'zgargan bo'lsa, ozgina o'zgardi xolos. Men bu bilan O'zbekistonni yomonlab chiqish niyatim yo'q. Prosta konkretni bo'layotgan holatda, bo'layotgan faktlarni kuzatib, o'z fikrimni bildirib o'tyapman. Agar qayerdadir adashgan bo'lsam, qayerdadir informatsiyani igroqroq bergan bo'lsam, обязательно o'zingizni to'g'ri fikringizni yozib qoldiring kommentariyada yoki telefon qiling, gaplashamiz, muhokama qilamiz. Faraz qiling, 1,5 mingta bola dizayner, iqtisodiyot, menejer, yuristlikka o'qib universitet tugatgan. O'sha bolalar faqat ofisdagi ishlarga nazar tashlab, ofisda ish qidiradi. 1,5 million, 2 million, 3 million, 5 million, 6 milliongacha ofisda ish qidirib,
ular белый ruchka bo'lib qolgan. Hech qaysisi borib konkretno zavodda ishlamaydi, hech qaysisi borib stroykada ishlamaydi, agar hayot majbur qilmasam. Endi qarangki, bu bolalarni ko'pi ofisda 1 yil 2 yil yurib, ofisni ishi joniga tegib, oilaga ko'tarila olmasligini, o'sishni imkoniyati yo'qligini sezgandan keyin hammasi ishni tashlab qayerga boradi? Kiraga boradi, kira qiladi. Agar bu narsa men o'zim o'ylab topdim deb o'ylasangiz, net. Bu muammo bilan Xitoy ham duch kelgan. Xitoyda bu muammo mana ekranda chiqdi nomi, mana shuni internetdan ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Mana shu nom bilan aytiladi. Bu sindrom, mana shu sindrom Xitoyni juda ham iqtisodiyotini orqaga surishga sabab bo'lgan. Chunki odam ko'p, diplom ko'p, ish yo'q. Bu nimaga olib keladi? Diplom inflyatsiyasiga olib keladi. Qisqasi yechimi bor. Siz o'qib ko'rdingiz, kontrakt to'lab, diplom oldingiz, hayotingiz o'zgarmadi. Boshqa davlatlarga chetga chiqishga qaror qildingiz. Обязательно bizga murojaat qiling. Biz sizga qanaqa yechim berishni точно bilamiz. Qisqasi shu videoni o'z nihoyasiga yetkazdim. Agar shu mavzu qiziq bo'lsa, mana shu video 1000 ta like yig'sa, kommentariyalarda kerakli savollar bo'lsa, bu temani yana ham chuqurroq, yana ham kengroq sizlarga olib chiqib tushuntirib berishga men tayyor. Video yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like. Biz videoni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.